Sohriz akani stop o'yinlaring bor-ku, o'shani bugun olaylik. Voy, unga kichkinalik qilasan. Bitta olamiz xolos. Qiynalib qolmaysan? Siz qiynalib qolmaysiz. Ey xudoyim, nimami? Bugunmi? Bugun. Ha, bo'pti. Qani hozir ishlar tinch to'lali o'ylab ko'raman. Men moykaga kirib chiqib olsak, syomkaga borib kelamiz a. Oyingni tushiring. Ha? Oyingni tushiring. Stop. Hozirdan a? Ha? Qarama. Qalay bo'lyapti? O'lasan sen bunga qarab tur. Boshlandi. Nima endi konditsionerni yoqib oldingiz? Shartimiz bilan mumkin emas. Dimi qilib ketdim, ya. Nafas olish kerak, havo qolmadi mashinaning ichida. Nima qildi? Shart bilan mumkin emas, o'chiring. Omad, qara, lekin yomon bo'ladi, lekin javobi. Ha, o'chiring konditsionerni. Javobmi? Ha. Karachi, men do'konga borib keldim. Sohriz aka hali ham o'tirishibdi. Yarim soatdan o'tdi. Hali ham o'tiribsizmi? Boshim og'rib qolmagani. Ruku возьми. Karachi, 1 soat o'tdi. Moykada o'tirdik. O'tirdim. Men o'tirdim. Yurib ketdingizmi? Mazag'imdan. Stop. Bo'ldi, shunday tur. Endi 1 soat suv tezda turadi shunaqa qilib. Yaxshimi? Qo'limizla ketdi. Issig'ini ochib qo'yaymi? Ha. Qo'limizla ketdi. Ya becharaga rahmingiz kelsa, qolib ketdi-yu ana. Bo'ldi. Qo'lim muzlab ketdi. Nima bo'ldi? Ishlamayapti qo'lim. Nima bu? O'zi yaxshi bo'pti, miya ishlamasdi, endi qo'l ishlamaydi. Hammasini yeb bo'ldingizmi? Mani qorim och. Mani ishim ko'p ketdi-de. Stop berish nima bo'ladi? Ketdik.